Assalomu alaykum kuzatuvchilar. Bugun ham an'anaga muvofiq bir kitobni tahlil qilamiz va o'rganamiz va uni tanishtiramiz. Bugungi kitobimiz dunyo miqyosida jahon bestseller asarlaridan hisoblanadi. Milliondan ortiq sotilgan, milliondan ortiq o'qilgan kitob hisoblanadi va ko'plab insonlarning hayotini o'zgartirib yuborgan. Yaxshi odatlarga shakllantirish, yomon odatlardan uzoqlanish, kichik odatlardan katta natijalar chiqarish to'g'risidagi kitob James Clearning Atom odatlar kitobi hisoblanadi. James Clearning Atom odatlar kitobi, Atom Habits ham deyshadi. Va bu asar yozilarkan James Clear o'zi haqida gapiradiki, sarlavhani boshida kirishda o'zini 10-sinfda beysbol musobaqasida o'sha beysbol tayog'i kelib boshiga tekkanligi va xotirasini yo'qotganligi va keyin yana o'zini qaytadan tiklab keyinchalik beysbol musobaqasida g'alaba qozonganligi haqida o'zini hayotidan bir sahifa keltirib o'tadi. Va keyinchalik odatlarni shakllantirish to'g'risida nega kichik odatlar katta muvaffaqiyatlarga olib keladi desa, har kuni kichik odatlarni 1% dan qilib borish kerak deydi. 1% dan. Masalan, bitta odatni qildik. Bugun erta turish odatini qildik. Erta yotish odatini. Bugun bitta bet kitob o'qishlikni, ertaga 2 bet kitob o'qishlikni. Bugun qaysidir yomon odatingiz bor. Kimdir chekishi yoki kimdir ichishi yoki kimdir ko'p ovqat yeyishi yoki kimdir xunuk so'z gaplar aytishi. Ularni birin-ketinlik bilan bittada hammasini yo'qotib bo'lmaydi. Bu narsa insonga og'irlik olib kelganligi uchun hammasidan sekin-sekin qutulib boriladi. Yaxshi odatlar ham sekin-sekin qo'shib boriladi degan ma'noda aytiladi. Va keyinchalik bu odatlar sizni rivojlanganligingizni va muvaffaqiyatga erishayotganligingizni olib keladi. Va o'zini asarida aytadiki, muvaffaqiyatga erishish muhim emas. Muhimi har doim amallarda, ya'niki o'zini kichik odatlarida doimiy ravishda shug'ullanish azda eng katta natija hisoblanadi. Ya'niki siz doimiy ravishda o'z odatlaringizni yaxshilab borishingiz, yomon odatlardan doimiy ravishda qutulib borishingiz eng katta muvaffaqiyat deyiladi kitobda. Endi atom odatlarni, ya'niki odatlarni, yaxshi odatlarni shakllantirish va yomon odatlardan qutulish uchun u o'zining 5 ta odatini, ya'niki 4 ta qoidasini beradi. 4 ta qoidani birinchi qoidasi shundaki, odat yaqqol bo'lishi kerak. Ko'rinish yaxshi bo'lmagan odam yangi odatni boshlashning eng yaxshi yo'li bu motivatsiya ortiqcha baho beriladi. Motivatsiyaga ortiqcha baho beriladi muhitning ahamiyatiga kattaroq intizom sari. Muhitning ahamiyati kattaroq deyapti. Ya'niki muhit qanaqa? Muhit qanaqa? Bu yerda muhitda shunday deyiladiki, yaxshi odatlarni shakllashtirish uchun asarda yana shuncha ma'lumotlar keltiradiki, James Clear o'zini odatlarni shakllantirishda har doim o'zingizni qonun qoidalaringizga birin-ketinlik bilan amal qilish, ya'ni tartib va intizom bilan amal qilish kerakligida haqida aytadilar. Va atrofingizdagi muhitni o'zingiz yarating. Yaxshi odatlarga turtki bo'ladigan signallar yorqin va ko'zga oson tashlanadigan bo'lsin. Bu gap bilan aytmoqchiki, inson yaxshi odat yoki masalan kimdir kitob o'qimoqchi, kimdir yaxshi ish qilmoqchi, kimdir yaxshi pul topmoqchi bo'lsa, bu narsalar insonga go'zal ko'rinadigan va ko'zga tashlanadigan joylarda turish kerakligini. Agarda yomon odatdan qutulmoqchi bo'lsangiz, ko'zdan yiroq turadigan va xunuk joylarda, ya'niki ko'zga yomon ko'rinadigan joylarda qoldirilishiga kerak haqida ma'lumot beradi. Endi ikkinchi qoidada aytadiki, ikkinchi qoidada odat jozibali bo'lishi kerak, chiroyli bo'lishi kerak. Siz o'zlashtirmoqchi bo'lgan xulq-atvor normal holat bo'lgan jamoaga qo'shiling. Masalan, kimdir sigaret tashlashni o'ylayapti. Kimdir sigaretga berilib qolgan yoki alkogolga berilib qolgan yoki yomon odatlar, kech turish, kech uxlash yoki ma'lum bir darajada o'z ustida ishlashlik kam bo'lib qolgan. Buning uchun nima qilish kerak desa, chekmaydigan, ichmaydigan va yaxshi odatlar shakllantirgan, har doim erta turadigan odamlar bilan muloqot qilish kerak. Ular bilan muhitda birga bo'lish kerak. Ular bilan ko'proq suhbat qilish kerak. Ular bilan birga ishlash kerakligi haqida aytiladi. Endi 3-qoidada odat oson bo'lishi kerak. Osondan qiyinga qarab ketiriladi. Masalan, bugun erta turish uchun yana bir odat keladiki, erta turish uchun odatni
erta turish yoniga bitta go'zal narsa, masalan, bugun erta tursam, bitta shirinroq o'zingizga yoqadigan narsa olib qo'yish kerak. Mukofot deyiladi. Bir odatni qilgandan keyin o'zingizga mukofot berishingiz bu odatni qilish uchun o'zingizga kuch baxsh etadi, ya'niki motivatsiya baxsh etadi. Endi odat oson bo'lishi kerak deganda to'siqlarni kamaytiring. Odatni qilishda qaysidir bir vaqtni belgilab qat'iy ravishda shuni qilishim shart degan emas. Bugungi kun davomida bir bo'sh vaqtingiz bo'lib qolganda shu odatni qilib oling. Va yaxshi odatni bajarish uchun qilinadigan ishlar sonini kamaytiring. Amalni kamaytirish kerak. Shu odatni shakllantirish uchun, masalan, qaysidir ishni qilmoqchisiz, ish bo'yicha ko'plab ishlar emas, bu ishni oson yo'l bilan qilish, kam harakatlik bilan yaxshi niyatga erishishlik haqida aytyapti. Bu 3-qoida. 4-qoidada odat qoniqarli bo'lishi kerak. Ya'niki u odatdan o'zingizga foyda bo'ladigan bo'lsa, u odatni qilish kerak. Bo'lmasa qilmaslik kerak u odatni. Shunaqa shu haqida hech narsa qilmaslikdan rohatlanishingiz kerak. Yomon odatlarni bajarganingizdan ko'ra hech nima qilmagan yaxshiroq. Odatlar tablosini yuriting. Odatlar tablosini yuriting. Odat zanjirini yarating va uni zinhor uza ko'rmang. Masalan, bugun 5 bet kitob o'qidim, ertaga ham 5 bet kitob o'qishim kerak. Indinga ham 5 bet kitob o'qishim kerak. Undan pasaymaslik, ko'payish kerakki, pasaymaslik kerak. Bugun har kuni oldida turish rejimini qo'ydim va har kuni oldida turishim kerak. Undan kechikmaslik kerak. Undan oldin bo'lsin, lekin undan kechikmaslik kerak. Bugun 10 da uxlash rejimini qildim. Undan kech bo'lmasin-ku-ye, lekin undan oldin bo'lsin. Bu yaxshi odat hisoblanadi. Yoki bugungi rejalarimni qilib chiqdim. Bugun qaysidir joyga o'z vaqtida yetib boraman. 5 ga deyilgan 5 ga yetib boraman va mana shu ishlarni qilaman. Palon so'm pul topiladigan oylikda ishlayman yoki ishlayotgan bo'lsangiz, shu ishlarda yaxshiroq natijalarga erishib, yaxshiroq kollektiv bilan yoki yaxshiroq sertifikatlarga erishib, yaxshi odat shakllantiraman, yaxshi maosh shakllantiraman degan niyat bo'lishligi kerak. Shuni aytyapti. Hech qachon odatni 2 marta o'tkazib yubormang. Endi masalan, 2 marta kech turish, 2 marta kech uxlash, 2 marta kitob o'qishni o'tkazib yuborish, 2 marta yaxshi odatingizni o'tkazib yuborish, 2 martalab bugun 2 soat telefon ishlataman deb turib, kuniga 2,5 soat, 3 soat telefon ishlatib qo'yish yoki 2 marta bugun televizorni 2 soat ko'raman deb undan ko'proq ko'rib qo'yish. Bugun yoki 2 ta sigaret chekaman, ertaga chekmayman deb qo'yish. Bu yomon odat hisoblanadi. Undan qochish kerak. Endi yomon odatlardan qanday xalos bo'lish mumkin to'g'risida 1-qoidada aytiladiki, odat ko'z ilg'amas bo'lishi kerak. 2-qoidada odat jozibasiz bo'lishi kerak. 3-qoidada aytadiki, odat qiyin bo'lishi kerak. O'zi aslida yomon odatlarni qilish qiyin. Insonning nafsi mana shu qiyin narsani oson qilib ko'rsatadi. Oson narsani qiyin qilib ko'rsatadi. Masalan, erta turish qiyindek, lekin erta turgan insonda ko'pchilik aytadi, erta turgan insonni barakasi rizqiga barakali bo'ladi, rizqiga baraka kiradi va kun davomida o'zini yaxshi his qiladi degan gaplar yuradi. 4-qoidada esa odat qoniqarsiz bo'lishi kerak. Endi odat aniq qoniqarsiz bo'ladi-da. Masalan, kuniga 5 soat, 6 soatlab telefon ishlatishlik yoki chekishlik yoki ichishlik odatlari yomon odat va kech turishlik, kech yotishlik insonga sog'liqan zarar beradi aslida. Ruhan ham ancha zarar beradi. Bu kitobni albatta o'qishimiz kerak va hayotga tatbiq qilishimiz kerak bo'lgan kitob hisoblanadi va hayotimiz davomida kichik odatlar orqali katta natijaga erishish to'g'risida ochiqcha aytilib keltirilgan va tartib intizom bilan o'qiladigan kitob. Menimcha adashmasam bu kitobni men o'zim 20 kunda o'qib chiqqanman va odatlarni shakllantirish bo'yicha o'zimga tatbiq qilganimda bir 2 oymi 3 oy anchagina natija olganman. Keyin baribir insonmiz, unutamiz, qolib ketgan. Hozirda yana qaytadan shakllantirishni boshlaganman. Kichik odatlarni 1% dan qilib, yil davomida 37% ga o'sishlik va yomon odatlardan qutulib, o'zingizni har doim ruhan tetik va jismonan tetik his qilishligingiz, sport bilan shug'ullanishlik, kitob o'qishlik va semirish kasalligidan qutulishlik yoki boshqa bir kasallikka olib keladigan oziq-ovqatlardan qutulishlik to'g'risida, vegetarian bo'lishlik kerakligi to'g'risida ma'lumotlar berilgan bu kitobda. Atom odatlar James Clear jahon bestseller asarlaridan hisoblanadi. 2018-yilda yozilgan kitob hisoblanadi. Hali 10 yil ham bo'lmagan, lekin
butun dunyoda hozirda sotilayotgan, hattoki men o'zim ko'rganman buni arab tili yoki xitoy tili yoki boshqa tillardagi sotuvdagi kitoblarni ko'rganman. Hammaga rahmat. Manfaatli bo'lgan bo'lsa, kommentlarda yozib qo'yamiz.